jarohat oladi yoki oyog'i sinishi mumkin yoki qo'li sinishi mumkin yoki boshi latishi mumkin. Endi shunda birinchi yordam ko'rsatiladi. Unda asosan endi birinchi yordam sifatida faqat qon to'xtatishlari mumkin sizlar yoki jarohat turiga qarab bog'liq qo'yishimiz mumkin. Endi bog'liq qo'yayotganda asosan masalan qo'lni shunda 3 ga bo'lib olgan bo'lsak, shundan ko'proq qon mayerdan ketishi mumkin. Mayda qon tomirlar yoki mayerdagi qon tomirlar jarohatlanganda qon ketishi mumkin. Bunda jugut qo'yiladi. Ya'ni jugut bo'lmasa, qo'l ostida aptechkalarda bor, hamma aptechkada har bir nima sexda ichida 3 tadan aptechka bor. Har birisida bittadan bor. O'sha jugutni jarohatni turiga qarab qo'yiladi. Asosan bu qo'lning birinchi qismida bo'lgan paytda jarohatni bu yoniga qo'yilmaydi. Faqat mayerga bilak sohasiga qo'yiladi. Sababi bu yerda ketgan suvak bir dona bo'ladi. Mayerda ketgan g'alvirsimon suvak bo'ladi. Bu yerda ikkita suvak ketgan bo'ladi. Qon tomir shuni orasidan o'tgan bo'ladi. Bu yerga jugut qo'yadigan bo'lsak, bu yerda qon tomirni bosmaydi. Masalan, oddiy shrankani ham eslasangiz, qon to'xtaydi. Bu yerda o'tganda bittalik suvak bo'ladi. Shuni hisobiga shu qisib baylanadi. Masalan, hozir mana tomondan chiqib turibdi. Mana shuni ko'r, to'pga aylanadigan. hozir agar 3 kez o'tdi. Yana qo'l ostimizda ro'molcha bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha paytda ham hali zudlik bilan yordam ko'rsatgani qilsa bo'laveradi. Aylantiradi. Siqish uchun deydi, jugut bajaryapti. Qon tomirni siqish uchun. Shunisiga aylanaveradi. Qachonki mayerdagi qonlar to'xtaguncha, jarohat olgan joydan chiqayotgan qon pastlaguncha aylantirilaveradi. Keyin bu har 15-10 minutda bittadan bo'shatiladi. Chunki agar bu uzoq qolib ketsa, qon tomirga qon kelmasligi oqibatida hujayralar o'lib, nekrozga aylanib, sirazi qo'l qorayib ketishi mumkin. O'shuning uchun haligi nimalarda ham yozib qo'ygan, qo'yilgan vaqtda albatta mayerga yozib qo'yilishi kerak asli yoki yopishtirib qo'yilishi kerak, varaqqa yozib yoki bemorni o'ziga aytib qo'yish kerak. Endi bemor ko'proq holat og'ir bo'lishi mumkin, shuning uchun har yonida bitta odam birga borish kerak. Asha har nima bo'lganda bittadan bo'shatadi. 10 minut yo 15 minutda bittadan bo'shatilaveradi. Agar bu ashunday qolib ketsa, shu nekrozga aylanib, jana qo'li kesib olib tashlashga ham olib borishi mumkin. Keyin jarohatga shu birinchi yordam ko'rsatish naqasida jugut qo'yilgandan keyin jarohat joyiga har bir aptechkaning ichida perix, vodorod perix bor. Hamma bilsa kerak, vodorod perixni. Vodorod perixni shimdirib turib, qon to'xtadi mayerga jugut qo'ygandan keyin. Qon to'xtagandan keyin perixli tampon qilib turib, bemor qo'li aylantiriladi. Sababi bu yerga jarohatga infeksiya tushmasligi uchun. Chunki agar infeksiya tushib qolsa, qon tomiriga infeksiya tushib, qon bilan birga tepaga harakatlanib qolsa, butun badanni qon tomirlarida bosib ketadi infeksiya, ko'payib. Qulay sharoit yaratiladi-da unda. Shu singari mana bog'lab qo'yiladi. Keyin bemorlar albatta qo'li bunday turmasligi kerak. Qo'lini osib qo'yamiz. Shu singari qo'lda osib qo'ysak, endi yoki jarohat boshda bo'lishi mumkin. Jarohat boshda bo'lsa, bunda ham mana shu jarohatni birinchi agar qaychi bo'lsa, jarohat olgan joy sochdan albatta tozalanishi kerak, chunki bu soch jarohatga yopishib ketishi mumkin. Qirqavorlar. Yorib ko'raylik. Oldin yorib ko'raylik demadi. Jarohat joyini o'raladi. Ko'rsatib beraymi? Hozir amaliy ko'ring.
Şimdi ko'rib olsak bizga dars bo'ladida. Bu endi kuyishni ham ko'rsatib beradi. Endi asosan endi birinchi sexda kuyish xavfi yuqori bo'ladi. Endi balki suvlardan kuyib qolishimiz ham mumkin. Xonadonda yo o'zimiz ishxona joyimizda ham kuyganda teri qizaradi, achishadi, pufakcha bo'ladi. Hech qachon kartoshka yoki zumli pasta yoki balchiqqa hech qachon qo'llaringni solmanglar. Faqat oqava suv. Oqava suvga tutiladi, muz qo'ymanglar. Qo'yish mumkin emas, chunki muz battar achishini ko'tarib yuboradi. Sovuq suv bosim bilan tushgan hisobga achishini kamaytirib beradi. Faqat sovuq suvda nima qilinadi? Keyin har bir aptechkaning ichida pentazol degan aerozol bor. O'sha bunchacha kremli, sepiladigan aerozol bor. O'shani kuygan sohaga shuni sepib qo'yiladi. Xuddi hali pojarniy o't o'chiruvchini naqasiga o'xshagan kukunli bo'ladi. Shunday sepiladi, shu achishini qoldiradi. Boshqa hech narsa qilinmaydi kuyganda. Qilishingiz mumkin uy sharoitida furaselinli suv qilib, turib, o'sha bintni olib turib, furaselinga tekkizib turib, qo'yib bog'lashingiz mumkin. U ham nima sababdan? Infeksiya tushib qolmasligi uchun qo'yiladi. Kuyganda asosan uy sharoitida hech narsa qilib bo'lmaydi. Zumli pasta ko'pchilik zumli pasta qo'yadi, kartoshka qo'yadi. Bu oq dog' qilib qo'yadi, chandiq qilib qo'yadi. Agar kuyganlar bo'lsa biladi. O'sha chandiq bo'lishining sababi o'sha kartoshka bilan zumli pastani oqibatida shunaqa bo'lib chiqadi. Faqat uni o'sha ovilmansada o'zi kuyish bo'limi bor, alohida o'zini mazlari bor, undan keyin qo'yiladi. Pufakchani ham teshmanglar hech qachon. Pufakchani ham teshmaslik kerak. Sababi unda mana shu teshilganda infeksiya shunday to'g'ri teriga tushadi, teridan sirad qon tomiriga o'tib ketishi mumkin. Organizmda sirad zaharlashni boshlaydi. Hali uncha bilinmaydi-yu, aytilganmi, lekin bu narsa haqiqatdan infeksiya tushib qoladigan bo'lsa, qon tomiriga o'tib, qon organizmni qonga aylanib yurganligini hisobiga organizmni zaharlashni boshlaydi. Oyoq singanda ham o'sha oyoqda tizzadan pastki qismi singanda, pastki qismiga qo'yilmaydi jugurt. Faqat son qismiga qo'yiladi. Bunda xuddi shunaqa pasta ikkita suyagi bo'ladi, o'tib ketgan bo'ladi g'arg'irsimon, bu yerda bittalik son suyagi o'tgan bo'ladi. Sababi qon tomirda qisish, qonni kelayotgan qonni to'xtatish. Bunda shina qo'yishimiz mumkin. Yaqinda shinalarga zakaz qilib qo'ydik. Xudo xolasa keladi, uni o'sha nima qilib birinchi yordam sifatida harakatsizlantirmaslik kerak. Naslga ham bor, u ham keladi, xudo xolasa yaqinda. Zakaz qilib zaifga qilib. Shu keyin ko'p qon yo'qotganda ko'proq suyuqlik berish kerak. Sababi oqib chiqib ketayotgan qonni o'rnini bosadi. Chunki ko'p qon yo'qotsa odam daylina tushib, hayotiga xavf solishi mumkin. Suv ko'proq endi uyda bo'lsa oddiy suv bersanglar ham bo'ladi, agar nima qo'roq bo'lsa, haligi ozgina suvga tuz qo'shib yuborsanglar, natriy o'zida suvni saqlaydi, organizmga suvni olib qoladi. Oqib ketmaydi tashqariga qon bilan. Sal bo'lsa ham miqdorda haligi birinchi yordam bo'ladi. Endi qolganini qon tomirlariga quyish kerak. Unga qarab, keyin qon yurpalariga qarab, keyin qolganini bolnitsada qilinadi. Asosiy qilinadigan narsa shu. Sirada o'sha bemorga yordam ko'rsatayotganda kimdir yo medpunktdagi odamga xabar berish kerak yoki 103 ga sirada telefon qilib qo'yish kerak. Chunki unda vaqt o'tguncha birinchi yordam ko'rsatib turgunicha tez yordam ham yetib keladi.